Nursulton Ro'ziboyev o'zining navbatdagi jangini 17-may kuni o'tkazadi. Jangni jonli efirda bizning Telegram kanalimiz orqali ko'rishingiz mumkin. Manzil profil shapkasida. Keling, hozir Nursultonning janglaridan birini eslab o'tamiz. Nursulton Ro'ziboyev UFC'ning chempionligigacha yo'l olgan jangchi. Uni faoliyatidagi 35 ta g'alabasini 33 tasini muddatdan oldin yakunlagan. Bu haqiqiy jang mashinasi. UFC'dagi ilk jangni u 2 daqiqadan ham kamroq vaqtda yakunladi. Unga qarshi oktagonga chiqqan braziliyalik raqib 10-0 rekordi bilan mag'lubiyat bilmagan sportchi edi. Biroq tajribali Ro'ziboyev uni oyog'ini ushlab yerga yiqitdi va yuqoridan yo'llangan zarba bilan svetini o'chirdi. Keyingi raqib Cedric Juma, Getadan chiqqan gangster, ko'chada yuzlab janglardan omon chiqqanini da'vo qiladi. O'zining aytishi bo'yicha 3 tadan ortiq jang qilgan va hammasida g'olib bo'lgan. Jang qizg'in zarbalar bilan boshlandi. O'zaro almashuv vaqtida Ro'ziboyev tasodifan Jumaning ko'ziga chalg'ituvchi zarba berdi va shundan so'ng darhol hujumga o'tdi. Ko'zini ushlagan raqibi orqaga chekina boshladi va Ro'ziboyevni o'ng upperkoti jag'iga aniq tegdi va jang to'xtatildi. Do'stlar, kanalimizda Ro'ziboyevning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.